Xo'p akalar, davom etamiz. Aytaman, u antikvarlardan taqdim etaman. Gentrani puliga Lacetti bor. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 37 ming probeg, bir qo'l kraskasi toza. Dokument qana bo'ladi shu bunga? Bay. Yo, buni qayerda saqladilar? 13 yilda hozir shunda 37 ming probeg bo'ladimi? Qayerda saqlangan? Sandiqda saqlangan. Yaxshi. Bekitma turing endi. Qarang aka, bu tomonda ABS bor, konditsioner, radiatorda qo'shimcha ventilyatorlarga qo'yilgan. Ha, gaz yo'qmi? Yo'q, gaz ham ko'rmagan bu. Konditsionerlar ishlaydi. Ishlaydi konditsioner. Ay bay. 2013-yil 37 ming probeg, kraska toza. Zavodskoy diskada 4 ta Nexon yumshoq balolar qo'yilgan, holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Buni qarang, unaqa o'zbek. O, paysasi ham 2 ekanda buni. Unaqa aqua printli variantda chiqqanidan. Bunaqasi yo'q, birinchi paysa hisoblanadi. Hop, zapaska kalitlariga turibdi hattoki, qarang aka. Voy bay, mon qarang. Kalitni hatto bunaqa rezinkasi chiqarib tashalmagan ekan. Boriga shukr. Mana shunaqa mashinalarni kim olib chiqadi? Dehqon chiqadi aka. Tirikchilik deyilib chiqadi, bozorga olib chiqadi. Tov yurib. Hey, gap yo'q. Mana qarang aka, qozonning holati, gaz qo'yilmagan. Asha Lacetti'ni baribir bitta Brus 8 ni mexanikasidan minaman degan akalarimizga 37 ming probeg, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Gendavernis beraveramiz-a? Narxini necha pul deysiz buni? 9 mingdan barakasiga o'tib beradi. Ayba, aytdim akamu, qarang. 9 ming dollardan barakasiga o'tib beriladi. 37 ming probeg, 2013-yil, kraskasi toza. Faqat naqd pulmi? Naqd pulga. Telefon nomeri-chi? 99lik 390 54 11 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zini oling va albatta mana shunaqa antikvaraga Lacetti so'raganlarga podelisk qilib qo'yinglar.